Oxirgi rekordim 242 kilo. Ertalab soat 6 da eshigim yorilib ketay deyapti-da, shunaqa darajada. Endi biz ham uxlaganmiz, eshitmaganmiz. Oddiy taqalatgan balki. Birovning ustiga shtanga tushib ketdi. Millionlab prosmot. Umuman xarob ahvolda qo'liga tushib qolganman. Tizzam ketgan, belim ketgan. Og'ir atletika, yengil atletika, velosport topda turadi, chunki juda ko'p farmakologiyada tutilgan odamlar bor, ishlatgan odamlar bor. Ularga farqi o'shda reydlar qilib turadi. Gaylar oddiy xalqni to'xtatib reyd qilib tursa, lekin sportsmenlarni reyd qilishini mana hozir birinchi marta sizdan eshitishim qoyil. Assalomu alaykum, hurmatli o'rtoqlar. O'zbek podkasti navbatdagi podkastiga xush kelibsizlar. Bugun bizlar bilan og'ir atletikada o'zini afsonaviy ishlari bilan, harakati bilan, mehnati bilan tanilgan O'zbekistonni faxriy sportchisi, O'zbekiston uchun og'ir atletikada birinchi bo'lib olimpiyskiy oltin medalni olib kelgan ukamiz, mendan sal yoshlari yoshroq ekan, ukamiz deymiz, kimgadir akamiz Ruslan Nuriddinov. Shu yerdalar. Ruslan, Assalomu alaykum. Braziliyaning Rio-de-Janeiro shahrida davom etayotgan 31-yozgi Olimpiada o'yinlarining og'ir atletika bo'yicha o'tkazilayotgan musobaqalarda hamyurtimiz Ruslan Nuriddinov qo'lga kiritgan olamshumul g'alabasi bilan nafaqat yurtdoshlarimizning, balki sport inshootiga tashrif buyurgan turli millat vakillarining yoqimtoyiga aylansak mubolag'a qilmagan bo'lamiz. Ayniqsa polvonimiz siltab ko'tarish mashqida 237 kg toshni ko'tarib, Olimpiada o'yinlarining oltin medali bilan birga Olimpiya o'yinlarining rekordini ham yangilaganda zal larzaga keldi. Barcha Ruslanni tarixiy g'alaba bilan olqishlay boshladi. Bunaqasi O'zbekiston sport tarixida birinchi marotaba kuzatilmoqda. xush kelibsiz. Rahmat. Va alaykum assalom. 1991-yilda 24-noyabrda atletika, og'ir atletikada 3 ta muhim tarixiy voqea bo'lgan. Birinchisi bu Naim Sulaymonovli degan legendarniy bir atlet bor. U 90-yilda o'z karyerasini tugatadi va 91-yil 24-noyabr kuni demak qaytish qiladi. Uni cho'ntak Gerkulesi degan laqabi bo'lgan. O'sha 24-noyabr kuni yana bir marta jahon chempionatini olib, o'zini ustunligini yana bir marta isbotlaydi. Ikkinchi juda bir qiziq voqea bu Sovet ittifoqi, ya'ni SSR og'ir atletika bo'yicha terma jamoasi Germaniyadagi chempionatda oxirgi marta oltin medalini olib, Sovet bayrog'ini oxirgi marta ko'tarishadi. Uchinchi og'ir atletikadagi uchinchi qiziq voqeani biza Ruslandan so'raymiz. Ruslan, agar siz bilsangiz, o'sha 91-yilda demak 24-noyabr kuni xalqimiz uchun, millatimiz uchun, og'ir atletika uchun tarixiy bir voqea bo'lgan. O'sha voqeani bilasizmi? Bizning millatimiz uchun. Bizning millatimiz uchun o'zi dunyo og'ir atletikasi uchun juda yana bir qiziq voqea bo'lgan. Eshitmaganman ekan. Eshitmagansiz? Boshqa voqealardan xabarim bor. Eshitmagan bo'lsangiz, men aytaman. Uchinchi qiziq voqea bu aynan o'sha kuni O'zbekiston tarixida, yangi O'zbekiston, mustaqil O'zbekiston tarixida birinchi marta og'ir atletikadan Olimpiadani oladigan inson Ruslan Nuriddinov tug'ilgan. Ular biz bilan o'tiribdilar. Rahmat. Juda qiziq bir tasodif bo'lgan ekan. Umuman 24-noyabr voqealarga boy kun. Agar bilsanglar, Husayn Bulsara, ya'ni Queen rock jamoasini solisti. 24-noyabr 1991-yil vafot etgan.
shunaqa. Esinglarda bo'lsa KVN jamoasini, KVN umuman KVN boshchisi, asoschisi Aleksandr Maslikov xuddi shunaqa. Ular ham 24-noyabrda tavallud topgan. Ko'p bu son umuman olganda odam o'z tug'ilgan kunini yaxshi ko'rsa kerak deb o'ylayman. Ko'p sinchkovlik bilan tekshirganman. Nima voqea? Umuman olganda ko'p voqealar bo'lgan ekan. Shular hozir esimga keldi. Esimda qolgan. Lekin hozir siz aytgan top 3 qandaydir voqealar aynan Og'ir atletikaga bog'liq. Buni hech qachon bog'lamagan ekan. Hozir juda ham bir o'zingiz uchun yaxshi insight bo'ldi. Surpriz bo'ldi. Endi albatta Naim haqida hammamiz bilamiz. Bu juda ham tarixiy atlet, ya'ni yana bo'lib ham Turkiya atlet. Shunaqa bizga yaqin, juda ham yaqin atlet. Hammamiz uni yaxshi taniymiz. Har doim bir nima bilan eslaymiz? Go'zal tarixlar bilan eslaymiz. Afsuski juda yosh bizani tark etdi. O'sha bir 5 yilcha bo'lib qoldi adashmasam. Shunaqa. Necha yoshda ketdi? 57 larda shunaqa. Men eshitganman, shu og'ir atletika bilan shug'ullangan odamlarda demak endi organizmga qanaqadir nojo'ya sportni endi og'ir turi bo'lgani uchun nojo'ya ta'sirlari bo'lishi mumkin degan nega yo'q? Umuman nafaqat og'ir atletikadan xabaringiz bor. Endi kimdir hozir kimgadir yoqmasligi mumkin. Kimdir o'z sog'lig'ini garovga qo'yish kerak ekanda. Masalan, aynan boshqalarga o'rnak bo'lish uchun, boshqalarga o'rgatish uchun. Hozir to'liqroq bir aytib o'taman. Bizning asosiy maqsadlarimizdan biri, endi masalan, nafaqat prezidentimiz tarafidan, umuman bir mantiqiy tarafdan olib qarasangiz ham, asosiy maqsadlardan, bizga qo'yilgan asosiy maqsadlardan biri aynan xalqimizni sportga chorlash. Xalqni sog'lom turmush tarziga, kunlik badan tarbiyaga, sportga chorlash umuman olganda va bu yerda bir izoh qoldirish kerak-da, ular bizada bo'lishi shart emas. Ular bizga intilishi shart. Ozginagina sport bilan shug'ullansa, sog'lom bo'lsa, o'shani o'zi kifoya. To'g'ri. Lekin o'shani ko'rsatib berish uchun biz jozibali bo'lishimiz kerak. To'g'ri. Qaysidir tomondan ularni inontira bilishimiz kerak, o'zimizni orqamizdan jalb qilishimiz kerak va shular uchun biz kattaroq marralarga chiqamizda, yarashishga harakat qilamiz. Va o'shani evaziga katta natijalarni ko'rsataman deb, albatta biroz shubhali taraflar ham bo'lib turadi. Endi og'ir sportda bilasizmi, og'ir sportda sog'liqqa zarari bo'lishi bu aniq. Biz bilamiz, mana даже yosh futbolistlar ham. Katta sport shunaqa. Afsuski, lekin aytayapman-ku, bizani maqsadimiz oliy. Shunaqa. Va undan tashqari o'zi sport, bilasizmi, olimpiadani yoki jahon chempioni bo'lish yo olimpiyskiy medal olish uchun bitta odam olsa, uni olaman deb minglab, millionlab kerak bo'lsa. Millionlab, masalan, hozir millionlab sportchilar o'zini hayotini tikib yuboradi, bag'ishlaydi va bilasizmi, aslida bu to'g'ri, fiziologik jihatdan sog'lom bo'ladi, yaxshi, lekin hayoti ko'pchiliginiki yo oddiy trenerlikda o'tib ketadi, keyinchalik yoki boshqa sohadan noldan boshlashga majbur bo'ladi va qanaqadir ma'noda kelajakdagi moliyaviy holati har doim ham yaxshi emas. Har doim ham yaxshi emas. Bu afsuski sportni bir nima deydi, kamchiliklardan biri, negativ tarafi, tan olish kerak. Lekin
aynan mana men ozgina statistikaga qaradim. Aynan O'zbekiston tarixida og'ir atletikada o'sha olimpiada medalini siz olganingizdan keyin O'zbekistonda juda katta mana shu sportga qiziqish bo'lgan. Siz uni xohlaganmisiz, xohlamaganmisiz? Endi albatta. Baribir shunaqa bo'lgan. To есть bu jamiyatimiz uchun nima uchun jamiyatimiz uchun yaxshi? Chunki o'shandagi sizni endi olimpiadada odatda xalq billa ko'radi, billa 4 yil o'tdi. Eng mashaqqatli, eng qiyin 4 yil o'tdi. Allohga shukr. O'zbekistonimga, hamma yurdoshlarimga, davlatimga rahmat. Shu yerda to'plangan barchalarga rahmat. Qo'llab-quvvatladinglar. Shu oltin medal sizlarniki, hammalarniki. Rahmat. o'sha ko'tarib yutganini ko'radi va bu albatta yoshlarimizga o'rnak bo'ladi. Men mana sizdagi bilasizmi, og'ir bosiq, hamma sportchilar ham og'ir bosiq emas. Shunaqa. Ko'pi yoki ayrimlari lekin yulduzlik kasalligi anaqa qiladi. Unisi ham bo'lishi mumkin. Bu taraflama aytayotgan bo'lsangiz. Lekin Ko'pincha top urovingga yetib borgan sportchilar og'ir bosiq juda ham. Chunki shunaqa va ular bilmadim, menimcha kuchini tejashga harakat qiladi. Hattoki shunaqa nimalarda ham, shunaqa mayda-chuda narsalarda ham. 3 marta jahon chempioni bo'lgansiz. O'zi umuman shohsupaga 8 marta ko'tarildi. 8 marta jahon chempionatlarida. Jahon chempionatlarida. 8 martadan 3tasi oltinmi shunda? 3tasi oltin, 3tasi kumush. 7 marta ekan. 3tasi oltin, 3tasi kumush, bittasi bronza. Umumiy medallar soni 19 ta, ulardan 9 tasi oltin medal. Bizda og'ir atletikada ikkita yo'nalish, siltab ko'tarish, dast ko'tarish, siltab ko'tarish va ikki kurash natijasi. Uchalasiga ham alohida medal beriladi. Ano sketchmi nima? Snatch va bir narsa deyilarmidi? O'sha bo'yicha sizni rekordingizni hali hech kim ura olmagan ekan. Clean jerkda, ya'ni talchoqda, ya'ni siltab ko'tarishda 109 da 109 kilogramm vazn toifasida oxirgi rekordim 242 kilo. 20 nechinchi yil edi u olganingiz? 24-yil. 24-yil. Endi bu yerda ozgina to'xtalib o'tish kerak. Negaki? Chunki men 34 yoshda edim, 33 yoshda edim. Bu yerda eng katta bir o'zimni xursand qiladigan narsa, men 33 yoshimda pik formaga chiqdim. Umuman olganda hisoblanadiki 30 yoshdan keyin pik formaga chiqish qiyin masala. Qiyin. Shunaqa, ko'pincha bir 25-27 yoshdagi pik forma hisoblanadi. Demak, siz aynan 27 yoshimda eng katta rekordimni o'rnatdim. Ya'ni 2016 ko'p odam eslaydi, 2016-yil Rio olimpiadasini rekordini eslaydi. 237 kilo edi. yana bir marta shunaqa 242 kilo 33 yoshimda bo'ldi va ko'p shablonlarni sindira oldik deb o'ylayman. Что aynan yoshi o'tgan odamlar aynan
katta sport uchun yosh o'tgan odamlar. Masalan, 33 yosh hali juda ham yosh inson hisoblanadi, lekin aynan katta sport uchun shunaqa особенно og'ir atletika uchun yosh o'tgan hisoblanadi va yana statistikaga kelib to'xtalsak, bunaqa yoshda o'z rekordini o'zi yangilab sportchi bormi yo'q? Atigi 3 ta sportchi bor ekan. 3 ta. Shunaqa. Kim birinchisi? Vasiliy Alekseyev o'sha Sovetskiy Soyuz SSR davrida bo'lganlar o'z rekordlarini o'zlari yangilagan aynan 30 yoshdan keyin davrda, keyingi davrda. Liu Xiaojun Xitoy atleti, u ham o'z rekordini yangilashga muvaffaq bo'lgan ekan, aynan 30 yoshdan keyin va 3-chi bo'lib mana Ruslan Nurdinov O'zbekistondan o'z rekordini 30 yoshdan keyin yangilashga muvaffaq bo'lgan 3-chi inson bo'ldi. Ruslan, qarang, endi tabiiy hozir bizani ko'rayotganlarga savol bo'ladi. Sizni darajangizda yaqinlashayotgan yoki sizni darajangizdan balki o'tishi mumkin bo'lgan o'zbek atleti bormi hozir? Albatta, o'tdi ham. O'tdi ham. Shunaqa. O'tdi. Ya'ni nimadan o'tdi? Ikkita olimpiadaga borib keldi. Ikkita olimpiadada birisida oltin medal, birisida kumush medal olib keldi. Arslonmi ismlari? Yo'q, Akbar. Akbar Jo'rayev. Ko'rdim. Shunaqa. Demak, ular ikkita olimpiadaga ikkita oltin oldimi shunda? Yo'q, bitta oltin, bitta kumush bo'ldi. Birinchi olimpiadasi oltin bo'lgan bo'lsa, ikkinchi olimpiadasi kumush bo'ldi, lekin oltinga teng kumush bo'ldi, chunki o'zini qiyinchiliklari bo'ldi. Hammamizga ham og'ir keldi bu olimpiada. 2024-yil olimpiadasi. Men ham vazn qaytarayotgan joyimda marradan chiqib ketdim. Bar yoshim o'tganligi bilindi. Biz 109 kilogramm vazn toifasi atletlarimiz. O'rtacha 115, 118 atroflarida yuramiz. Ya'ni 5-7 kilo atrofi, 6-7 kilo atrofi vazn qaytaramiz. Va ushbu 2024-yil Parij olimpiadasidan bizani vazn toifamizni olib tashlashdi. Shunaqa change bo'ldi. Nimaga? Oxirgi qoidalar bo'yicha ular shunaqa hozir qoidalar kiritmoqdaki, har olimpiada vazn toifalari o'zgaradi. Ya'ni qandaydir shaffoflik uchunmi, qandaydir bir ular aytishi bo'yicha boshqa atletlarga ham imkoniyat berishimiz kerak va hokazo. Shunaqa bir nadumaniy yosh jihatini o'zgartirmadimi? Yo'q, yosh jihati hech qachon o'zgarmagan ham. Bu yosh jihati ko'proq aynan gimnastikaga tegishli, chunki ularda ko'pincha 15-16 yashar qizlar juda ham to'g'ri kelar desam bo'ladi, anaqasi gibkislari, nimalari va ko'pincha o'sha 15-16 yosh qizlar oltin medalni olib ketishardi. O'shani evaziga olimpiadaga cheklovlar o'rnatilgan aynan shu yerda. Lekin og'ir atletikada unaqa cheklovlar yo'q, eshitmaganman har qalay. Вот. Litsenziya ola olsangiz, kattalar o'rtasida jahon chempionatida ishtirok eta olsangiz, Osiyo yoki Yevropa qit'a birinchiliklarida ishtirok etib litsenziya kirita olsangiz, marhamat. Marra sizniki. Qarang, shunda ranking bo'yicha, tushunishim bo'yicha baribir hozir birinchi o'rinda O'zbekistonda sizsiz. Общий umuman medallar bo'yicha, to'g'rimi? Balkim, chunki baribir ham undan tashqari baribir birinchi bo'lib ham ustoz, baribir siz ustoz sportsmen hisoblanasiz baribir, chunki как первый, balkim birinchi bo'lib deylik, umuman O'zbekistonga nafaqat olimpiada medalini, umuman neki birinchiliklardan medallar bo'lsa, o'shani siz olgansiz. Hammasini. Jahon chempionati, Osiyo o'yinlari, Olimpiya o'yinlari, Universiada va hokazo. Bizda faqatgina Osiyo birinchiligi, qit'a birinchiligi chempionlari bo'lgan o'zimizdan. Lekin undan yuqori natija ko'rsata olmaganmiz, afsuski. Endi sharoit yetmaganmi, resurs kam bo'lgan, aynan nafaqat
pul mablag' resurslari, balkim odam resurslari ham yetishmovchiligi bo'lgan bo'lishi mumkin. Bularni aniq ayta olmayman. Как раз shu masala bo'yicha hozir ozgina savollarim bo'ladi. Ular joyiga ham to'xtalamiz. Sababi bizni ko'rayotganlarga qiziq bo'ladi-da, baribir mana siz aytaylik olimpiadada birinchi medalni oldingiz. O'sha paytdagi davlatni sizga bo'lgan rahmati bilan hozirgi misol uchun mana boksyorlarimizga bo'lgan rahmatni bir solishtirishga harakat qilib ko'ramiz. Mana o'shanda birinchi marta olganingizda O'zbekistonning birinchi olimpiyskiy medali. O'shanda davlat tomonidan qanaqa bir mukofotlar bo'lgan yo yordamlar bo'lgan? O'sha pul mukofoti bo'lgan $200,000 pul berilgan. O'zbekiston davlati tomonidan. Da, O'zbekistonda. Ularni chetda yo'q bizda. Ular bermaydi. Yo'q. Olimpiadada umuman hech kimga berilmaydi. Yo'q, faqat davlat beradi. Davlat beradi. U masalan aybada отдельная tema. Nima gonorarlar bo'yicha ular jahon chempionatida 1 yil 100,000 ham qo'ydi, 200,000 ham qo'ydi, adashmasam. Birinchi o'ringa g'alaba uchun $200,000, $100,000 atroflarida pul qo'yishadi. Shunda mana 200,000 degani 200,000 ni o'zingiz olasizmi yoki bo'linadimi misol uchun? O'zi oladi. Chunki o'sha paytda birinchi prezident, rahmatli birinchi prezidentimiz tarafdan ham hozir Shavkat Miromonovich Mirziyoyev tomonidan ham qo'llangan aynan nafaqat sportchilar, balkim murabbiylarga ham shunaqa. Ularga ham hozir даже ko'tarildi ham, adashmasam, ilgari masalan 20% olishardi trenerlar, murabbiylar. Hozir 50% gacha daromadini olishi mumkin. Ya'ni mukofot. Ya'ni siz 100,000 olsangiz, ular 50,000 oladi. 50,000 oladi. Shunaqa. Demak, masalan, jahon chempionatlarida g'alaba uchun $15,000 mukofot yozilgan bo'lsa, davlat tomonidan birinchi o'rinni egallagan bolani ustozi, murabbiyi, birinchi murabbiyi $7,500 pul mukofot oladi. Hammasi bu taraflama o'ylab nima qilingan. Mana olimpiadada agar oltin medal olsangiz, sizga adashmasam, sizga trenerga qanaqadir stipendiyalar bo'ladi, to'g'rimi? Umrbod stipendiyasi degan narsasi. Aynan olimpiada uchun, ha. Olimpiada uchun. O'sha hozirgi kunda uni davlat o'zi beradimi shunda? Xuddi shunaqa. Mana hozirgi kunda shu stipendiya qancha agar sir bo'lmasa? 10 minimal. 10 minimal. BRV. Ya'ni 4,120,000. 4,120,000 so'm. 1,5 milliondan boshlangan. 1,5 milliondan boshlangan. O'sha paytda 1,5 million bo'lgan. Bu undan tashqari bir oylik degan narsa. Albatta. Undan tashqari, misol uchun siz hozir o'sha olimpiya bir qo'mitasida ham ishlaysiz, to'g'rimi? Yo'q, ishlaysiz. Biz masalan nimadaman? Mudofaa vazirligi qoshidagi sport kompleks andaqasiman, ofitseraman. Ofitsersiz, demak, ular sizga oylik beradi. Shunaqa. Nima uchun so'rayapman? Endi bilasizmi, O'zbekistonda mana oxirgi yillarda shunaqa bir anaqa ko'rinish borki, Shavkat Miromonovich davrida sportga ko'proq ahamiyat berilyapti. Misol uchun oddiy futbolni oladigan bo'lsak ham, futbolchilarimiz, boksyorlarimiz juda katta natijaga erishyapti. Shaxmatdan mana misol uchun shov-shuvlar bo'lyapti. Undan tashqari o'zlari berayotgan mukofotlarni ko'ryapmiz. Misol uchun mana o'zingiz ham aytdingiz, mashinalar va hokazo. Endi Yevropa mamlakatlaridagi o'sha olimpiada medalchilar bilan solishtiradigan bo'lsak, yaqin emas. Demak, chunki men qaradim, o'rtacha medal olgan odam taxminan $5,000 dan, ayrim davlatlarda $15,000 oyiga mukofotlar. Adashmasam, AQShda $29,000, Yevropada biroz ko'proq, aynan olimpiya g'olibligi uchun. Oyiga. Yo'q. Bir martalik pul mukofoti va yo'q, u 15,000 deb ko'p aytdingiz hozir, lekin adashmasam o'sha AQShda bir $3,000 gacha olishadi oylik stipendiya. Stipendiya.
Ну, baribir bizaniki bilan solishtirganda как бы baland desak ham buni qat'iy o'rtacha oylik bilan solishtiradigan bo'lsangiz, yo'q, men aynan oylik haqida aytyapman. Oylikni, Man bizga o'xshab umrbod stipendiyalarni faqat Turkiyanikini ayta olaman. Ular taxminan $1000 pul olishardi, $1100 pul olishardi. Turkiyaniki. Umrbod. O'sha aynan umrbod. Lekin davlatlarda ham bormi? Yo'q, qolgan davlatlar eshitmaganman unaqa nima qilganini, umrbod stipendiyalarni ijro qilganini, lekin bilamanki aynan hattoki maoshlari ham qiyinroq. Masalan, xabaringiz bo'lsa kerak, AQShda $3000 maoshga yashash juda qiyin masala. O'shaning evaziga o'ylaymanki, lekin AQShda siz taniqli monetizatsiya xuddi shunaqa brendlar o'sha yerga olib kelayotgandimda, o'sha yerga olib kelayotgandim. Ular aynan davlatlari ham biladi bu narsani, что berishimiz shart emas, ular o'zlari ishlab oladi. Chunki reklamalar, nimalar, integratsiyalar juda ko'p. Bizda afsuski qandaydir bir kosyak bor, o'shalarga ilashi qandaydir bog'lanib qolgan bo'ldi. Lekin 8 million xalq bor. Instagramda qanchalik faolsiz? Followerlarim yaxshi. Nechta? 175 ming, 178 ming bo'ldik. Hammasiga katta rahmat. Harakat qilyapman. Hali ham deylik to'liq kirishmadim ijtimoiy tarmog'imni yuritishga. Lekin harakatdaman. Mana bilasizmi, ko'p odamlarda ayniqsa shu bir 10 yil, 15 yil oldin juda katta yutuqlarga erishib, ayrimlarida hozirgi kunda bir tuyg'u bor. Bu Instagramning tendensiyasini bilganimda. Yo'q, men bilganman tendensiyasini. Bilgansiz. Bilganman, lekin urg'u bermaganman ko'p. Nimaga? O'zlari kelishadi. Nima kontent qilsam ham, nima kontent yaritsam ham, bar followerlar bo'ladi. Noto'g'ri o'ylaganman. O'sha yerda shunaqa. Umuman olganda sport kontenti juda qiyin kontent. Yoki o'z hayotingizga ketishingiz kerak. Men umuman xohlamayman, chunki oilam, o'zimiz nima desam ekan, o'zimning shaxsiy hayotim. Mendan boshqa hech kim bilishi shart emas bu narsalarni. Ikkinchidan, aynan konkretno sportivniy kontent qilaman desangiz, to'laqonlik sportni ilmiy tadqiqot, naushniy bazaga kirib ketishingiz kerak umuman olganda va o'shandan kelib chiqib qanaqadir foydali kontent yaratishingiz kerak. Hozir endi to'g'ri nimalar ham chiqyapti, pranklar emas, Prikollar qilib, более прикольный, смешной qilib chiqarishyapti, lekin ko'p kirib ketayotganini ko'rmayapman. Endi afsuski odamga nima qiziq, yoki uni kuldiradi, orig'ini davolaydigan birorta masala bo'lsa, yoki birovni orig'ini ustidan kulash. Shunaqada, shunaqa bo'lib qoldi afsuski. Va ko'pincha kontent kirayotgan kontentlar aynan o'sha kimdir ustiga shtanga tushdi, kimdir turnik tortilayotganda yiqilib tushdi, kimdir rezina bilan urib ketdi, boshqa qildi. Shunaqalar ustidan deylik ko'p prosmotrlar yig'ishyapti odamlar. Lekin afsuski foydali kontent ko'raman, ko'p unaqa katta ahvati yo'q. Ahvati yo'q, to'g'ri. Masalan, o'sha qanday ishlaydi, qanday qilib buni to'g'ri rivojlantirish mumkin. Foydali kontent juda, nafaqat sportchiga, oddiy odamga ham. Ko'raman 15 mingta, 20 mingta prosmotr. O'sha boya aytganimdek, birovning ustiga shtanga tushib ketdi. Millionlab prosmotr. To'g'ri, virus narsaga nima qilish oson. Bilasizmi, bu narsa jamiyatimizda har doim bo'lgan va bo'lib keladi. Ya'ni jamiyat o'zi, jamiyatni shakllanishini olib qaraydigan bo'lsangiz,
70% jamiyat qiyinchilikda yashaydi. Yana ustiga qiyinchilik qo'shgisi kelmaydi. Uni ustiga yana qiyinchilik qo'shgisi kelmaydi, tushundingiz? Shunaqa. U Ozgina. hatya bu shu Instagramda ko'rganimda bir kuli, xursand bo'li, prikolniy narsani ko'ring deydi-da, tushunasizmi? Shunaqa. Uni ham to'g'ri aytasizlar. O'shalarning orasida Birovning azobini ko'rish shundan ham ma'qul. yaxshi yashab turib, o'ziga foydali narsa olishni o'ziga prioritet qilib olganlar kam. O'shaning uchun 15 mingta, 20 mingta odam ko'radi. Ma'nan unaqa ma'nosi yo'q, video ahamiyati yo'q, lekin prikolniy bir xursand qiladigan yo bir qiziqtiradigan videolar ular albatta shunaqa bo'ladi. Endi afsus shunaqa, lekin shunda ham baribir harakat qilishimiz kerak. Har bir millat, har bir xalq ma'nan o'sadi. O'zbekistonda o'sish katta deb o'ylayman. Inshaalloh, albatta. Oxirgi особенно oxirgi 5-6 yilda biz juda katta ochilib ketdik. To есть investitsiya oqimi deysizmi, ilmiy jihatdan частный maktablarning soni, biz yoshlik paytimizda 3 tami 4 ta частный maktab bo'lardi-da, 5-6 ta edi balki uzoq bo'lsa. Hozir menimcha sanayman desangiz bir 20 kishini olib shaharga aylantirib sanashingiz kerak-da. 500 lab bo'lsa kerak. Endi yana bir jihati boya masalaga keladigan bo'lsak, hozir mana O'zbekistonda mana siz oltin medalli, olimpiyskiy medalni boshlab berdingiz, keyin adashmasam boksyorlarimiz, orada keyin boretlarimiz ham oldi, adashmasam. Oldin boretlarimiz zo'r edi siz davringizda. Shu siz. Yo'q, bizdan oldin. Yo'q, men oldin ham bu yerda nima qilib o'tish kerak? Men og'ir atletikada birinchi medalni olib berdim. Og'ir atletikada. Umuman olganda O'zbekistonning birinchi oltin medal olib kelgan sportchimiz bu Chiryazina 1994-yil freestylda qishki olimpiadada birinchi oltin medalni, yozgi olimpiadada birinchi oltin medalni Muhammad Qodir aka olib kelgan 2000-yil Sidneyda. Keyin ketdi. Bu yoqda Artur Taymazov bilan Doktorashvili 2004-yil olimpiadasi, 2008-yil olimpiadasida bizda faqat bitta oltin Artur Taymazovdan bo'ldi. 2012-yilda ham afsus faqatgina bitta oltin medal yana Artur Taymazovdan bo'ldi va 2016-yil bom bo'ldi. Nechta shunda oluvdik? 4 ta oltin medal. 4 ta oltin medal. 7 ta kumush medal. Adashmasam. Umum sonda 13 ta medal olganmiz-da, Andaveslim. O'shalardan Fayzi G'oibnazarov, Hasanboy Do'smatov. Boksdan 2 ta bo'ldi-da? 3 ta. 3 ta bo'ldi. Shahobiddin Zoirov va men 4 ta oltin medal bo'lganmiz. Birinchi bo'lib o'sha olimpiadada oltin medalni Hasan olib keldi. Hasandan ertasi kun men oldim oltin medalni. O'sha olimpiada yakunlashiga qarab bir kunning ichida 2 ta oltin medal bu Shahob bilan Fayzi olib kelishdi. Ikkalasi juda ham bir o'sha anaqa yo'q edi-da. Umid bor edi, ishonch yo'q edi deylik. Sizlar o'shanda tanishganmisizlar ular bilan? Ko'pi bilan. Ko'pi bilan? Ko'pi bilan tanishgansiz. Masalan, endi bizani qilayotgan ishimiz bir bo'lsa ham joyimiz ayrida. Biza Chirchiqda yo Chorvoqda, ular Yangiobodda har doim boksyorlarda, masalan, lo'katletlarimiz Dukentda, kurashchilarimiz Dukentda. Shunaqa. Duket u qat? Dukent Angren, u ham o'sha Yangiobodga yaqin joy. O'shaning uchun bir-birimizni unaqa ko'p musobaqalarda o'shaqa aynan игровой anaqa kompleks musobaqa deymiz. Kompleks musobaqada ko'rishib qolmasak, hayotda, lekin olimpiadadan keyin ancha-muncha Shahram bilan juda yaxshiman, Isroil bilan juda yaxshiman. Bu umuman boksyorlarimizdan hammasi bilan juda yaxshi ekanman. Azobina o'sha yillarda deylik Shohsupaga, pog'onaga ko'tarilgan bokschilarimiz bilan, kurashchilarimiz bilan juda inoqmiz haligacha. Sizni ko'targan vesingiz taxminan 2 ta katta sredniy ayiq ekanda. 243 kg ekan.
balkim bo'lishi mumkin 110 kilo 120 kilodan bo'lsa. Kichikroq mashinani dvigateli ham shunaqa ekan. Og'irlikda. O'rtacha Mashina mashina где-то 1,5 litrlik ito turbina bo'lmasa, atmosfernik bo'lsa shunaqa. Turbina chunki o'zi ham og'ir. Mana og'ir atletikachisiz. Qanaqa hobbilaringiz bor? U olganda hobbiga vaqt qolmagan. Kimata trenirovka qilasizlar? Kerak bo'lsa 3 marta ham qilardik vaqtida. En o'sha ko'p odamga yaxshi ko'raman shu narsa, shu aynan Umr nimani aytib berishi lavhasini. 2016-yil yozlarga yaqinmiz. Maylar, iyunlar. Endi yozga kirishib keldik. Chorvoq Qizborga chiqdik. O'quv yig'in mashg'ulotlari 72 kun Chorvoqdamiz, Chorvoqda bo'lishimiz kerak va o'tdan to'g'ri Rioga ketamiz. Kirib keldik, endi murabbiyimiz aytayapti, 2 hafta hozir qattiq ishlaymiz deyapti. Bosamiz. 2 hafta 3 talik trenirovka qilamiz deyapti. Qattiq ishlaymiz. Endi kimdir aytishi mumkin-da, hozir sportchilardan ko'rayotgan, sizlarga prям aytaman, sizlardagi trenirovka emas, ertalabki badan tarbiya emas. Ertalabki ozgina masalan, ikkinchi trenirovkada ozgina qimillab qo'yib, uchinchi trenirovkada qattiqroq kirishish emas. Ertalabdan 260 приседание soat 8da. 160 rivok. Ikkinchi trenirovkamiz soat 11da, 3 soatdan keyin yana 200lar, 210lar talchoq qilishing kerak. Kechki trenirovkada ikkalasini ham qo'shishing kerak. Chiqib demoqchiman, что 3 talik trenirovka deganda ko'pincha sportchilar, особенно boksyorlarimiz, kurashchi, judoistlarimiz ertalab ko'proq badan tarbiya qiladi va o'z vesi bilan ishlaydi, yo rezina bilan ishlaydi. Endi agar tatami vaqti bo'lsa, tatamida ishlaydi yo koverda ishlaydi masalan. O'sha paytlari ikkinchi, uchinchi trenirovkalar основной sparring squat paytlari. Kechqurungi trenirovkaga asosiy urg'u beriladi va asosiy urg'u berilgan trenirovkada полный выкладка bo'ladi. Полный beriladi trenirovkaga. Bizda 3 talik trenirovka deganda biza уже musobaqani tayyorgarlik emas, ulardan oldin yig'ib olinadigan baza yig'iladi bizda. 3 talik trenirovkada kuch yig'ib olasiz. Va u kuch yig'ish so'kinsam bo'ladimi? Bizda bemalol so'kursiz ham bo'ladi. U yerda вообще o'lib qolasiz-da, просто. Нереально. Qaysi taraflama? Biz naborot o'sha musobaqaga tayyorgarlik paytimiz, o'sha musobaqaga yaqin qolganda bo'shatib yuboramiz. Umuman trenirovkalarni kamaytirib tashlaymiz. Kamaytirasizlar. Ya'ni qancha qolganda? 3 haftalarda, 4 haftalarda qolganda trenirovka soni bittaga tushadi. Haftasiga 4 ta yo 5 ta trenirovka bo'ladi. Bu nimaga va anaqa uchunmi? Vasстановление uchun? Muskullar ozgina o'ziga kelib olish uchun biza qotmamiz. O'sha aynan katta ob'yom evaziga, katta ob'yom yig'ayotganimiz evaziga ko'pincha qotib qolamiz. Bu bir tomondan yaxshi, qaysi tomonlama travma opasnost kamroq. Ya'ni ancha-muncha muskul yig'ib olganingizdan keyin suv to'lishgandan keyin masalan hali vesingiz ko'p narabotka bergansiz, ko'p ob'yomda ishlagansiz, o'shani evaziga travmatichность ham tushadi ancha-muncha. Endi bu yerda ham balansda, agar yog'iga qattiq o'tib ketsangiz yirtiladi u joyingiz. Travma bo'lmagan taqdirda endi qaysi biz o'rganib qolganmiz, travma bo'lish u birorta mushak emas, birorta sustavimiz. Nima qilib boshqa narsa qilib ketsa, lekin mushak ham undan hech qolishmaydigan travma. O'shaning uchun balans, me'yor bo'lishi kerak. Qattiq qotib ketsangiz ham yirtilib ketasiz. Agar mushagingiz yetarli bo'lmasa, bu joyingiz qayriladi, bo'g'inlaringiz ketadi. Короче, qiyin masala. O'shani evaziga ba'zi yig'ayotganimizda takoy qotmacha bo'lib qolamizda. U bundoq ko'rinishdan ham bilinadimi? Ko'rinishdan ham bilinadi. Biz ba'zida musobaqadan oldin предсоревновательный formada bo'lgansiz aniq bilinadi. Aniq bilinadi. Предсоревновательda ozishni boshlaymiz, yog' ketishni boshlaydi.
уже sgonkadamiz, ppdamiz, to'liq. Mana hozirgi kunda sizda hozirgi holat qanaqa? Yana Yo'q, hozir yig'yapmiz endi. Endi yilni boshladik. Hali yaqin orada katta musobaqamiz yo'q. Aprel oxirida Samoada hozir Grand Prix bo'ladi. O'tga borib kelamiz. Lekin katta musobaqa emas, unaqa katta urg'u berilmagan, как бы промежуточный start. Hozir siz shunda yoshingiz necha 34 bo'ladi? yoshda. 34 yoshdasiz. 35 ga bu yil to'laman. 35 ga bu yil to'lasiz. Professional sportdan odatda necha yoshlarda 30larda ketishadi. 30larda ketadi. Siz hali ketmadingiz. Yo'q, hali. O'zingizni ichki his tuyg'ularingiz yana qancha harakat qilaman deyapti? Chidadi vaqtda. 2 yil chidadi vaqtda. Chidadi. Chunki endi 2028 olimpiadamiz bor, baribir ham. U ham o'ziga xos bir siymoda. Shunaqa. Olimpiadadan keyin tugataman. Shunaqa. O'zi masalan 16 bir fikr bo'ldi. Tugatayman, yetaman keyin. 26 yoshman, yaxshi yosh. Boshqa narsa o'rgansak bo'ladi, hali qotib qolmagansiz deylikda. Keyin o'yladim, yo'q, yana bitta olimpiada zo'r bo'ladi. 2020 dan oldin juda ham necha yosh bo'lasiz? 2020 da 29 yosh bo'lardim. Yo'q. Mana kelayotganida 37 yosh bo'laman. 37 bo'lasiz. O'shanda agar yana bitta olimpiada medalini ola olsangiz, bu yoshda olimpiada medal olgan menimcha bo'lmasa kerak, 36 yoshda olgan. 36 da olgan. Shunaqa. Lekin siz 37 bo'lasiz. Men 37. 37 bo'lasiz. Kim olgan 36? Luksevjon o'sha. Xitoylik. Xitoylik, ha? Iloyim oling. Nasib. Mana shu videoni. Yo'q, endi masalan, menda ham bunaqa oxirgi yillarda bunaqa maqsad bo'lib qoldi-da. Hozir meni yoshimdagi yigitlar, qizlar emas, yigitlar har qalay bolalarini, yoshlari как раз sportga beradigan bolalar paytida, farzandlar. 10 yashar, 11 yashar, kimdadir 6-7 yashar shunaqada. Bitta savolda sport qayerdan boshlanadi? Sport menimcha disiplinadan boshlansa kerak. Yo'q. Umuman olganda yosh bola disiplina qayerdan bilsin nimaligini. Buni bilmaydi, to'g'ri. Endi ota-onadan boshlanadi. Oiladan boshlanadi. Oiladan boshlanadi. Ko'pincha. Men masalan akalarim sportchi bo'lgan, akalarim og'ir atletikaga kelib qolgan. Bizani uzoqroq qarindoshimiz, tog'a deb qo'yardik, Marat aka, G'affarovlar. Ikkala akamni u daydib yurlaring sportga deb olib ketgan. Men ularni ko'rishga borib, ular olib ketardi. Men divan matga o'tkazib qo'yishardi. Ko'rib o'tirardim, ko'pincha haslashib qo'yaman. Meni imkoniyatim qolmagan deyman-da. Boshqacha imkoniyatim qolmagan, chunki menga o'sha kichkinaligimdan singdirib qo'yishgan. Endi o'ylayman, hozir masalan 32 yosh, 34 yosh odam, men tengim. Shu divanda o'tiribdi. Televizorda. Nima qiladi bolasi? Xuddi shu narsani qiladi. To'g'ri. Boradi, kompyuterga kiradi, tars telefonida o'tiradi, soatlab, keyin so'kinadi anu. Hech narsa qilmaysanlar, biz seni yoshlaringda unaqa qilganmiz, bunaqa. Sen hozir qil shu narsani. To'g'ri. Sen kichkinaligingda nimani ko'ribdi-ku? U xayolingda yo'q, hali не то что planingda. Mayli, professional bo'lmasa ham, хотя бы yozib tashlab. O'sha narsada bor. Sog'liq jihatdan. O'sha narsada agar men hozir o'sha odamlarni divandan turg'iza olsam, 34 yoshda Ruslan degan bir bola hali ham ko'taryapti professional darajada. Неужели menda ozgina bir motivatsiya topilmas? Menda ozgina bir mehnatga, o'zimni badanimni qurishga, o'zimni bir sog'lig'imni to'g'rilashga ozgina vaqtim topilmas, ozgina imkoniyatim topilmas, ozgina xohishim eng asosiysi topilmas. O'sha odamlarga hozir oxirgi yillar urg'u beradigan qo'y odamlar, men tengizlar o'tiribsizlar. Masalan, meni ko'rgan odam necha kilo deb o'ylaydi, nima deb o'ylaysiz? Sizni ko'rgan odam
Menimcha bir 100 kilolar deb o'ylasa kerak. Shunaqa, ko'pincha. Ba'zilar даже bir nima qilib qo'yadi. 95 lar borsiz deb nima qilib qo'yadi. Tak 115 bo'lsangiz kerak, 117 kilo. 117 kilosi. Endi men Hozir yo to'g'ri. aniq Agar o'sha xom 117 kilo bo'lsa, u boshqa. mendan ikkita ko'rinadi-da u. Ko'rinadi, to'g'ri. Lekin men aytaman 117 kilo. Yo'q, aka deydi, bunaqa bo'lishi mumkin emas deydi. Shunaqa. Qattan, chunki u haq narsa, muskul. 1 kilo muskul menimcha bo'lsa, 1 kilo yog' menimcha narsa-da. U yog' yengilroq bo'ladi. O'shani hisobiga Kattaroq ham bo'ladi, shunaqa. Yana sizlarga kichkinagina bir remarka. Yog' sizga hech narsa qilib bermaydi. Ya'ni yurish uchun, turish uchun imkoniyat tug'dirib bermaydi. Metabolizmni oshirib bermaydi, qon aylantirib bermaydi. Faqatgina og'ir gruz bo'lib yotadi. bu beradi. Bo'ldi. Muskul. Va Qoningizni dushman bo'lib aylantirishga. yotadi. Dushman. Endi kerakli paytda qutqaradi-ku, lekin Ya endi u ozgina bo'lsa, rezerv bo'lsa qutqaradi, lekin izlishk bo'lsa, u qon tomirlaringiz xolesterin baland bo'ladi. это понятно, да. Yo'q, demoqchiman, o'sha даже borligini o'zi demoqchiman. Endi borligini o'zi sizga qaysidir ma'noda, qaysidir jihatda yordam berib qolishi mumkin. O'shaning uchun bizada 11-15% jir bo'lishi kerak. Qizlarda sal ko'proq, по-моему 15-17, bizada по-моему 11-13 atrofi, agar adashmayotgan bo'lsam. Lekin bizga ham kerak, erkak zotga ham, umuman odam zotga kerak. Lekin nimagadir 80% odamda undan baland. 20 dan baland, 30 dan baland. 30 dan baland. Bizada, bizim mintaqada endi meditsinaga endi to'g'ri ularda ham tushunaman bir taraflama. Bir yog' yomon dedi, bir shakar yomon dedi, bir boshqa. Qarasha. Faqatgina bir narsaga urg'u bermoqchi. Endi to'g'ri bizada ovqatlanish madaniyati ozgina buzilgan. O'shaning evaziga bu zarar deb chiqayotgan. Umuman olganda to'g'ri kanserogen narsalar bor, lekin o'sha agar sog'lom narsani olsak-da, yog'da ham, shakarda ham zarari yo'q. Faqat uni me'yorida zarari bor. Bo'lsa. Shunaqa. Agar hamma narsani me'yorda iste'mol qila olsak, men dietologimning zo'r gapi bor-da, men yaxshi ko'raman o'sha gapni, o'zim ham har doim shu narsani takrorlayman. Agar bir qoshiq mayonezda yash olsang bir kun, bemalol yegin. Lekin yash olmaysan. Chunki bir qoshiq mayonez senga deylik kaloriya bo'yicha kuch bersa, ob'yom bo'yicha, aynan nasishность, to'ydirish bo'yicha kuch bera olmaydi. Va miyaga signal bormaydi, biza to'ydik degan. Mana bitta qiziq faktni o'qidim. Og'ir atletikachilar kuniga o'rtacha 4000-6000 kaloriya emas, lekin 4-4,5 ming. 4-4,5 ming kaloriya iste'mol qiladi. Bu o'rtacha odamdan deta bir 2 baravar ko'p, ha? Taxminan. Endi masalan bizada kunlik metabolizm nimasidan tashqari yana trenirovkalar bor. Endi nafaqat bizada, bu borislardan, просто bizada nimaga kunligimiz katta, chunki muskulimiz ko'p. Hozir как раз shu narsaga ketayotdim, ozgina chalg'ib ketdik. Muskulning foydali taraflari aynan sizni qon aylantirishni yaxshilaydi. Metabolizmingizni ko'taradi. Chunki unga doimiy oziqa kerak muskulga. O'sha bo'g'inlaringizni, sustavlaringizni ushlab turadi. Ya'ni ertaga qayrilib ketib, sinib ketib, ko'p holat unaqa. Agar siz hali uchramagan bo'lsangiz, eshitmagan bo'lsangiz, juda ham ko'p yoshi o'tgan odamlar shunda просто qayrilib bilan minskini yirtib olgan, yo oyog'ini sindirib olgan, yo beli chiqib ketgan, yo boldir suyagi chiqib ketgan holatlar juda ko'p uchraymiz. O'sha мышечный недостаточность. Xuddi o'sha narsa. Тем более biz 35-37 yoshdan keyin mushak yo'qotish bilan mushak yetishmovchiligi deyiladi o'zbekchasiga.
demak o'sha mushaklarni to'g'ri ishlatilmaganligini, ya'ni trenirovkalar qilinmaganligini Evaziga. oqibatida shunaqa Shunaqa. narsalar bo'ladi. Shunaqa va o'shani oqibatida biza birinchidan o'sha ballast yog' yig'ilishi ko'payadi. Bizada ko'p odam o'ylaydiki, baribir ham yuraman-ku deb. Unda bitta narsaga ahamiyat beringda, baribir ham siz havo olasiz, deylik, nafas olasiz. Lekin bu deganingiz o'pkangiz kattayib ketyapti degani emas-ku. Biza umuman olganda organizmimiz shunchalik mukammal yaratilganki, har kungi narsalar, har kungi qiladigan narsalarimiz, o'rganib qolgan narsalarimiz shunchalik ekonom darajaga tushib qoladi ekanki, biza praktiski muskullar bilan yoki katta muskullar bilan foydalanmay qo'yamiz ekanda. Tolerantность kelib chiqadi ekan o'sha narsaga. Nafas olishga, yurishga, bizni kichkinaligimizdan birinchi nafas olishni boshlasak, keyin chaynashni boshlasak, keyin yurishni boshlaymiz. Shunaqa. Mana shu bilasizmi, powerlifting deydi-yu, og'ir ko'tarish deganda ko'pchilikni miyasiga bu kachoklar keladi, bodybuilderlar keladi-da. Lekin aslida men og'ir atletika bo'yicha chempionatlardan qaraydigan bo'lsangiz, o'tdagi chempionlar, sportsmenlar bodybuilderlarga o'xshamaydi. Yo'q. O'xshamaydi. То есть sizlarda o'sha определенный mышца ishlaydi odatda, to'g'rimi? Shunaqa. То есть qolgan mышцalar sizlarga forma uchun kerak emas. Ularchalik kerak. Ularchalik kerak emas. Ularda o'sha formasini chiroyli ko'rsatib berish. Keyin ular mana ximiyada o'tiradi deydi. Shunaqa. Unaqa narsa bormi sizlarda ham? Ximiyada o'tirish degan narsa. Umuman olganda tarixda bo'lgan narsa, lekin o'sha antidoping nima kirib kelgandan so'ng, umuman 70-yillardan tarixini olgan bo'lsa, o'zini startini olgan bo'lsa, antidoping nimasi, VADA, hozirda yana VADA bilan tashkiloti boshida o'zlari iltimos qilib, sizlardan doping olsam bo'ladimi deb sportchilarga kelgan. Keyinchalik hozirgi kunda majburiyatlarimiz juda ko'p. Qayerdamiz, qaysi vaqtda qancha bo'lamiz, qaysi joyda uxlaymiz, hattoki shularni belgilashimiz kerak. Ya'ni trenirovka payti, anaqa chempionat paytida bu. Yo'q, oddiy kunlarda ham. Har kun. Har kun. O'zbekistonda bo'lsangiz ham. Har joyda bo'lsiz. Har joyda bo'lsiz. Absolyutно. То есть monitoring qilishadi ular. Doimiy. Bu faqat olimpiadaga borishi mumkin bo'lgan sportsmenlar? Mumkin bo'lgan sportsmenlar shunaqa. Adams sistemasi bor VADAda, aynan top atletlarni shu Adams sistemasiga kiritishadi. Bo'lmasam rankingdan olib tashlaydimi? Agar отчет berilmasa. Sariq beradi. Agar masalan katta musobaqada ishtirok etaman desangiz, Adamsda oxirgi 6 oyda belgilangan bo'lishingiz kerak. Va oxirgi 6 oy ichida adashmasam 2 ta yo 3 ta proba topshirgan bo'lishingiz kerak. Uni qayerda topshirasiz? Bu joyga ular o'zlari keladi. O'zlari keladi. O'zbekistonda ham bor. Xuddi shunaqa bizada UZNAda bor tashkilot, va'daga qarashli tashkilot. Bizlar davlatga qarashli emas. Pul to'lanmaydimi? Tekinmi? Federatsiyamiz pul to'laydi. Aynan. Lekin albatta pul to'lanadi. Umuman olganda hozir va'dani qo'lida juda ko'p kartalar yig'ilgan desam bo'ladi va ko'p atletlarni hayotiga ta'sir qiladi, umuman yashash tarziga ta'sir qiladi va'da, chunki belgilaganingizdan tashqari vaqtda ham kelishi mumkin ular. Masalan, biza reyd qilib turar ekanda, Adamsga reyd qilib turamiz. Biz Adamsga belgiladik. Masalan, ertalab 8 dan 9 gacha men uyda shu adres bo'yicha uyda bo'laman. Qolgan payti meni deylik uyda bo'lishim shart emas. Lekin ular kelishi mumkin. Ular ko'pincha night time, ya'ni belgilaganmiz qayerda uxlaymiz. Night time qayerda bo'lishimizni belgilaymiz. Night time yo soat 5 da yo soat 6 da ertalabdan kirib keladi.
taqlatadi. Peshob oladi. Bo'lganmi siz? Bo'lgan, ko'p marta bo'lgan. Ko'p marta bo'lgan. Juda ko'p marta bo'lgan. Hattoki shunaqasi bo'lgan, biz esimda bor, nimaga bordik? UTS, ya'ni o'quv yig'in mashg'ulotlariga bordik. Samolyotimiz biroz kech qoldi. Shuni ham bizga ayblov qilib qo'ymoqchi bo'lishdi. Menga kelishuvdi ekan. 2 soatdan beri kutyapman dedi. Biz aytdik, biz yozganmiz, что перелетda bo'lamiz. O'shaning uchun ham kutdim, bo'lmasam sariq berib yuborardim dedi. Ha, bo'lmasam sariq berib yuboraman. Sariq degan nima degani shunda? Agar siz kelishilgan vaqtda, kelishilgan joyda bo'lmasangiz, sizga sariq berib yuborishi mumkin. Ha, sariq beradi. Sariq degani diskvalifikatsiya degani emasmi? 3 ta sariq, уже 3-inchisi qizil bo'ladi. Ha, 3-inchisi qizil bo'ladi. 2 yildan 4 yilgacha. 2 yildan. Sizda sarig'ingiz bormi? Bitta sarig'im bo'lgan, lekin har yili yangilanadi. Bu yil hali yo'q. Bo'lmasin. Inshaalloh. Va soat 10 da kelgan bo'lsak, biz endi belgilaganmiz, to'g'ri bizning ham xatoyimiz, что soat 10 dan 11 gacha o'sha bazada bo'lamiz deb belgilaganmiz. Ular 12 gacha kutdi salkam. Lekin yaxshi, peshob olishdi, biz uxlagan yotdik. Soat 5:40 da kimdir taqlatdi eshigimga. Tushunmayman nima bo'layotganini. Bolammikan, doktormikan, nima bo'ldi ekan deb ochaman. Xuddi o'sha odam turibdi. 4 soat oldin oldingiz-ku, men nima qilay dedim. Meni ham ishim shu. Bizda ikkita katta tashkilot bor, VADA tashkiloti bor va ITA tashkiloti bor. Ikkalasi ham bir-biriga nezavisim, lekin bir-birini tekshiradi va ikkalasi ham ofitserlar yuborishi mumkin. Va ikkalasi ham birdaniga zakaz bergan menga. Kechqurun kelib turib VADAdan olgan, ertalab kelib turib ITAdan olgan. Masalan, endi qaysi biridan ular ochiq qilish shart emas. Ikkita birdaniga bir kunga deylik ikkita nima kelganda, ularga farqi o'shada reydlar qilib turadi. Ko'chada gaylar oddiy xalqni to'xtatib reyd qilib tursa, bizani doping agentlar, ularni ham ofitser deymiz. Voyenniylarnikini ko'rganman. Voyenniylar ham shu bir mana bitta voyenniy bir gospital bor, anaqa bor. O'shani oldida bir xillarda voyenniy gaylar ham turib reyd qiladi. Lekin sportsmenlarni reyd qilishini mana hozir birinchi marta sizdan eshitishim qoyil. Ko'p odam o'ylaydi rostdan ham katta sport faqatgina farmakologiyadan, faqatgina mana cheatersdan iborat deb o'ylaydi. Bu boksyorlarga ham tegishli? Hammasiga tegishli. Hammasiga tegishli. Umuman katta sportga tegishli. Endi to'g'ri, og'ir atletika, yengil atletika, velosport topda turadi, chunki juda ko'p farmakologiyada tutilgan odamlar bor, ishlatgan odamlar bor. O'shani evaziga topda turgan sport turlarini ko'proq tekshirishadi. Lekin o'sha boksyorlarga ham borgan sari masalan ko'proq kelib ketishyapti-da. Chunki hozir ularda уже ilgari resurs yetmadi. Hali ham resurs yetishmovchiliklar, odam resurslari, laboratoriya resurslari. Ularda milliardlab probalar, millionlab ham emas-da уже. Milliardlab probalar. Chunki men o'zim agar probalarni tekshirsam bir 100 ta 200 tagacha yetib qolgan bo'lishi mumkin-da probalarim, topshirgan probalarim. Endi har bitta sportchidan o'ylayapsizmi, biz millionlabmiz-da. Nafaqat olimpiadaga borgan, deylik, national уровеньda уже yutyapti. То есть o'sha tarafga qarab ketyapti. Uni o'sha nimaga olib qo'yishadi? Na karandash deydi-ku. Ptichka qo'yib qo'yishadi. Galочка qo'yib qo'yishadi. Tekshirib ko'radi. Osiyoga chiqdi, mintaqaga chiqdi, qit'aga chiqdi, yo Yevropaga chiqdi, yo Panamaga chiqdi. O'shalarni 5 ta qit'a bo'lsa mana Okeaniya, Osiyo qit'asi, Yevropa qit'asi, Afrika qit'asi, Amerika qit'asi. Hammasini tekshirishadi. Boya mana Akbar haqida gaplashdik-ku. Akbar ham siz bilan trenirovka qiladimi? Xuddi shunaqa. Uni ham polni tekshirishadi. Uni ham polni tekshiradi. U ko'pincha ikkalamizga keladi. Birga. Chunki deylik chet el nimalarga, yig'inlarga ham chiqsak, birga ketamiz-da. Bir kun ertalab soat 6 da eshigim yorilib ketaydi deyapti-da. Shunaqa darajada. Endi biz ham uxlaganmiz, eshitmaganmiz. Oddiy taqalatgan balki. Endi shunaqa darajagacha taqalatyapti. Tushunmayman. Ochdim eshik, sherigim ochdi eshikni.
Sharofiddin Amradinov, u ham top atletlardan hozir O'zbekistonda. Sharofiddin dedi, doping test dedi. Okey dedi. Ular inosranslarmi? Ko'pincha inosranslarda. Doping test dedi. Okey dedi. Shunda kirdi, Ruslan Nuriddinov. Ketdik dedi. Pastga tushsak, Akbaram o'tiribdi. Bizda Sarvar Zafarjonov bolamiz bor, тоже top atletlardan to'ralamiz. 4 ta top atlet O'zbekistondan to'ralamiz o'tiramiz. Ertalab soat 6 uyqusirab doping topshirib o'tiramiz. Doping topshirganda peshob topshiradimi? Peshob topshiradi, qon topshiradi. Hozir 3-chi nimani ham oila topishdi. Ya'ni qonni joyida quritib qo'yapti. Muzlatib quritib qo'yapti. Mamutga qanaqadir narsa taqib qo'yapti-da. Qanaqadir narsa taqib qo'yapti-da. Bir 5-7 minut ichida devorchalarida quruq qon paydo bo'lyapti. Ilgari qonni asrash muammo edi ekanda. Masalan, qonni asramasdan qonda ko'proq narsa chiqadi ekanda peshobdan nisbatan. Qonni asramaganning evaziga uzoq tadqiqotlar, uzoq tekshirishlar bo'lmaganda. O'shaning evaziga qondan ko'p narsa chiqarish olmaydi. Uzoq muddatda. Srazu tekshirishadi. Endi aynan ko'pincha gormonalniy peptidlarga chiqarishadi. Qonni aynan o'sha gormonalniy peptidlar uchun olishadi. Peshob, anabol steroidlar, boshqalar любой payt chiqib keladi ular. Hozir mana bu qonni evaziga, aynan quritib qo'yayotganning evaziga aytilyaptiki 8-10 yilgacha chidashi mumkin o'sha qon deyapti. Demak, tadqiqotlar o'tkazilishi mumkin 8-10 yil ichida. Yaqin orada o'ylaymanki, katta sportda umuman farmakologiya qolmaydi. Umuman farmakologiya. Bu ham yaxshi, ham yomon tarafi. Nega? Borgan sari oshib ketyapti aynan spisak legalных веществ. Ya'ni biza iste'mol qilishimiz mumkin bo'lgan narsalar kamayib ketyapti. Xuddi shunaqa. Ilgari mumkin bo'lgan narsalar, masalan 2000-yil mumkin bo'lgan narsalar hozir mumkin emas. Ko'pinchasi mumkin emas. Va atlet legal holda o'z sog'lig'iga javob bera olmay qolyapti ko'pincha. Bu yomon taraf. Yaxshi tarafi, rostdan ham agar ushbu tashkilot bo'lmaganda sport juda ham kir bo'lardi haligacha. Meni fikrim. Bu yerda birozgina bo'lsa-da hamma insonlarni shansini tenglashtirib qo'ydi. To'g'ri. Kuchlimisan, kuchliligini ko'rsat. Lekin o'sha agar aynan sog'liqqa bezarar va sog'liqni ushlab turadigan narsalar taqiqlanmasa, o'ylaymanki bu maqsadga ancha muvofiq bo'ladi. Chunki hamma narsa ham endi boshida maqsad oliy edi, to'g'ri edi. Anabol steroidlar to'g'ri kuchni oshirib beradi, lekin badanga zarar beradi. Umuman olganda jigarni anchagina dabdala ahvol keltirib qo'yadi. O'shanga qaramasdan ko'p top atletlar o'shani iste'mol qilgan. Jigar ertaga o'ziga kelib oladi. Lekin men kattaroq natijalarga chiqib olaman. Taqdiringizda yozilgan ekan, peshanangizda yozilgan ekan, shu mana shu olimpiadada rizqingiz bor ekan, shu oltinni olgansiz va o'zingiz bilib bilmay juda ko'p minglab odamni shu sportga kirishga sababchi bo'lib qolgansiz. Bitta odam bo'lsa ham, o'sha men sababchi bo'lgan bo'lsam ham roziman qilgan ishimni. Men bilasizmi, sportchilarni oddiy xalq bilmaydi. Mana hozir siz bilan gaplashdik, mana misol uchun men ham даже sportchilar reyd bo'lish haqida misol uchun eshitmagan. Mana 3 marta trenirovka deyapsiz, 3 marta trenirovkani qilish uchun, o'zi umuman professional sportchi bo'lish uchun bu ichki mana shu ingliz tilidan grubiy ko'rinishda aytadigan bo'lsak, same shit every day. Yeah. For whole life. Tushunasizmi? Butun hayotingizda har kuni jeng surka bo'ladi. Ertalab trenirovka, kechki payt trenirovka. O'sha
uzr basharalar o'sha zal har kuni bir xil. Oilangiz bo'lsa, uzru yoningizdagi sportsmen og'ayingizni siz ko'proq ko'rasiz, chem oilangizdan ko'ra, xotiningizdan. Shunaqa. Bu bilasizmi, men o'ylashim bo'yicha mana men sportchi bo'la olmagan bo'lardim, to'g'risi. Tan olaman shu narsani, chunki menga hayotimda raznabarazi kerak. Bu sportchi, professional sportchi degani bu sabrni elitnisi ichingizda o'tirish kerak edi. Bo'lmasam siz sportchi bo'la olmaysiz. Juda ko'p sportchilar orada sinib ketadi, psixologически sinib ketadi, fizически sinib ketadi, travma oladi. Bilasizmi, bu sportchi bilan mana olimpiadada chiqib oltin medal olish bilan bir davlatni muftiysi bo'lish deganda bir qanaqadir bir-biriga o'xshash yo'l-da. Chunki biri diniy ilmdan uzoqqa ketadi, biri o'sha sportdan uzoqqa ketadi. Yoki aytaylik, misol uchun prezident bo'lish, bir davlatni rahbari bo'lish, bu qanaqa qiyinchilik yo'llar bilan o'tiladi. Xuddi shunaqa har bir mana shu o'zbek xalqi uchun sport oddiy, mayli siz Ruslanga o'xshab oltin medalni olmagan bo'lishingiz mumkin. Lekin Ruslanning hayotida konkurent bo'lib, shu odamni oltin medal olishga motivatsiya qilgan bo'lishingiz mumkin. Chunki bu ham siz bilan trenirovka qilgan, sizni kerak paytda, qanaqadir paytda yutgan bola ham sizga motivatsiya bergan. O'sha oltin medalga kichkinagina bo'lsa ham o'zini hissasini qo'ygan. O'shaning uchun har bir sportchiga men endi sog'liq tilayman, bilasizmi, ko'proq ishonch tilayman, chunki sabri o'zi yetarli. Sabr ko'p bo'ladi, bo'lmasam professional sportchi bo'lish qiyin, sabrsiz. Va dunyoda o'sha hayotda o'zini yo'lini topib ketishini tilayman. Chunki sportchilarning haqiqatan hayoti yengil emas. Ko'pchilik o'ylaydi, bular sportini maza qilib yuradi, bular prezident ularga ma'muncha pul beradi, u qilib beradi, bu qilib beradi. Aslida unaqa emas. Mana hozir ko'proq ma'lumot oldik. Aslida bu hayot qiyin. Oshna og'aynini, kerak bo'lsa oilani, yaqin qarindoshini, ota-onasini, ulpatini sizga o'xshab maza qilib choyxonada osh paqillatib birlagan osh yeyolmaydi. Xohlagan payt. Xohlagan payt. Nima deydi, sizga o'xshab luboy payt borib, eski zooparkka oldida sigaret chakib, bolalar bilan gaplashib tura olmaydi sportchi. Kerak bo'lsa har kuni kech payt qayerda yotishigacha mana отчет topshirish kerak. Bir tomondan Adamsga, ikkinchi tomondan trenerlarga ham topshirasiz. Ikkinchi tomondan trenerlar. O'shanga siz qarang, mana yoshingiz odatda sizni yoshingizda уже olimpiya chempionlari trener bo'lib ketadi. To'g'rimi? Shunaqa. Siz trenerlik ham qilasizmi? Trenerlik bor biroz, lekin onlayn formatda hozircha. Onlayn formatda. Shunaqa. Chet el fuqarolar uchun. Chet el fuqarolar uchun. Yaxshi. Demak, siz o'zingizni ozgina bo'lsa-da, o'zingizni ilmingizni monetizatsiya qilyapsiz. Agar oladigan bo'lsak, har oy bo'ladimi unaqa treninglaringiz, qachon bo'ladi? Mana shu onlayn. Bilasizmi? Har hafta. Nechta odam qatnashadi? Hozircha 4 tagina bor. 4 tagina. Lekin o'zim oshirmoqchi emasman-da. Ulardan nechtasi professional? Yo'q, professional yo'q. Professional yo'q. Okay. Любительlar, hammasi. Любительlar. Shunaqa. Lekin o'zingiz olimpiadaga chiqadigan potensiali bormi orasida? Yo'q. Yo'q. Endi birinchidan umuman olganda
yaxshi sportchi degani yaxshi murabbiy degani emas. Mani fikrim bo'yicha qanaqa sportchi bo'lishidan qat'iy nazar, ertaga murabbiylik faoliyatni boshlasang, sen pastki pog'onadan boshlashing kerak. Aynan lyubitellar bilan ishlab ko'rishing kerak, yoshlar bilan ishlab ko'rishing kerak. Asta-asta vaqt keladi, deylik kattaroq yoshliga 18-19 junior bolalar bilan ishlab ko'rish kerak. Keyinchalik agar aqling yetsa, zikring yetsa, kattalar bilan, ya'ni sborniy bilan, terma jamoa bilan ishlashing mumkin yoki aynan shunaqa olimpiadaga yetadigan bolalar bilan ishlashing mumkin. Lekin sportchi bo'la turib keyin Pablato deymiz-ku, trener сразу anaqa katta joyga o'tirib olsang, не знаю, насколько это правильно. O'zi trenerni xarakteri bor, sportchini xarakteri bor. Keyin trenerlar ham har xil turga bo'linadi deb o'ylayman-da, men o'zim fikrim bo'yicha. Lyubitelni professional qilib bera oladigan trener bor. Professionalni Lyubitel qilib qo'yadigan trener bor. lyubitel qilib qo'yadigan trener bor. Yoki aytaylik professionalni уже chempion qiladigan trenerlar bor. Agar menimcha eng zo'r trener o'sha bekorga aytmadingiz, lyubitellikdan boshlagan. Chunki siz u lyubitelni professional qilishingiz kerak. Ana undan keyin o'ylashingiz kerak. Chempion qilishingiz kerak. Shunaqa. Professional qilish misol uchun bu yarim yo'l. Lekin olimpiya chempioni qilish u Katta masala. katta. Mana hayotingizda bilmayman nechta trener ko'rgansiz, lekin asosiy hayotingizdagi eng katta rolni o'ynagan trener balki bir nechta bo'lishi mumkin. Agar bitta bo'ladigan bo'lsa, o'sha odam kim? Bir nechta, lekin hammasi juda ham birinchidan o'sha boya aytganim birinchi murabbiyim, aynan ko'rib bilib. Umuman olganda o'sha Andijonda. Ular Kimlarga ham odam? Marat Gafarovich, ular ham afsuski biza bilan emas, o'zi ancha bo'ldi. Alloh rahmat qilsin. 2007-yilda adashmasam olamdan o'tganlar. Sizni medalingizni ko'rmagan ekan. Afsuski yo'q. Umuman medallarimni ko'rmadi, chunki menda deylik yurishim 2008-yillardan boshlandi. To haligacha. Lekin ular o'sha birinchi medallarni ham ko'ra olmadilar. Undan keyin kim bo'ldi? Undan keyin Aleksandr Pavlovich Kim bo'lganlar, u Ruhr paytim Olimpiya shahar sport kollejida o'qib yurgan paytlarim umuman xarob ahvolda qo'liga tushib qolganman. Tizzam ketgan, belim ketgan, umidim qolmagan, umuman ishlashdan niyatim qolmagan paytda borib qolganman oldiga. Qisqa vaqt ichida, bir 6 oylar ichida tiklab qo'ydi, o'zimga keltirib. Qoyil. Yana O'zbekiston chempioni qildi. Qoyil. Qanaqa qilib qildi shu narsani? Har doim bilasizmi, san birovni gapiga kirma derdi-da. Shunaqa. Sandan zo'r sportchi chiqadi, san birovni eshitma derdi-da. Oddiy gapirardi. Bo'lmasam Lekin o'sha paytda tochkaga- to'kilib bo'lgan. To'kilib bo'lganman-da. Lekin tochkaga urardi. Keyin albatta Qanchada Olimpiadaga. O'zbekiston chempioni qildi? 6 oy degan. 6 oyda. O'zimga keltirib qo'ydi. Demak, Yilda- ko'rgan sizda. Shunaqa. Hayotmi u odam? Yo'q, ular ham afsuski. Ular ko'rdilar. Ular 2009 bir ikkita yutuqlarimni ko'rdi. Yutuqlarni. O'zlari Lekin- olib keldi o'sha Lekin yutuqlarni. anaqani ko'rmadilar. Olimpiadani ko'ra olmadilar afsuski-da. Undan keyin kim bo'ldi? Keyin mana terma jamoaga tushdim. O'sha yerda juda bir nima desam bo'ladi? Неоднозначный человек deydi-ku. Noordinar человек. Da. Ham O'z odatiy. o'z odati. Trenirovkaga kelsangiz umuman uraganda. So'kinadi, baqiradi. Davay bilan. Ko'chaga chiqsangiz odam, Prosto. ha? Bolam, davay. Nima uyga borib kelish kerak? Kim degan odam? Jafer Topchu, chet el Jafer. chet el treneri bo'lgan. Chet Jafer eldan Topchuvil. Topchu.
Ha, topchi. Turkmi? Turkda. Ha, Jafar topchi. Jafar Jafar topchi. abi, ne haber? Jafar Hayotmi topchi. ular? Hayotlar ular ko'rdi olimpiadani. Ular birinchi olimpiadaga ular olib bordi 2012-yil. Ular turkiyalik turkmi, o'zbekistonlik turkmi? Turkiyalik turk. Turkiyalik Umuman bolgariyalik turk. Ha, bolgariyalik. Ilgaridan Okey, keyin aha. Turkiyaga ko'chib kelganlar. Ankarada turadilar hozir. Siz ular o'sha payt qanaqa qilib O'zbekistonda? O'zbekiston sotib olgan 2007-yilda bizani terma jamoa uchun u trenerni sotib olganlar. Bizlarda to 2012-yilgacha ishlab ketdilar. Va 2010-yilning boshida ularning qo'liga tushdim. Ularning qo'liga tushdimda va portladim desam bo'ladi. O'shanda Rezultatlar kun мой малыш растет не по годам deydi-ku, shunaqa bo'lganda. Soatma-soat o'sganman-da. Har soatma-soat rezultat qo'shib borgan. qarang, demak bir turk vatandoshini o'sha olimpiadadagi oltinga hissasi bor ekan. Shunaqa. Bizani umuman meni terma jamoada qolishimni, tiklab olishimni deylik, qanaqadir bir boshqalarda fikr paydo bo'lishini ta'minlab qo'ygan inson desam bo'ladi. U odam 2008-yildan 2012gacha ishlagan. 2007-yildan 2007da. Sizni o'sha kelishingizgacha qatlardadir ko'rganmi u odam? 2007-yil meni olib ko'rgan. Olib ko'rgan. Ha, haydab yuborgan. Haydab yuborgan. Haydab yuborgan. Nimaga? O'zini sabablari bo'lgandir. Endi har qalay endi haydab yuborgan deyish ham noto'g'ri narsa. To'g'ri kelmagan. Biza kichkina edik, kichkinalar sinab ko'rishardi-da. Masalan 2007-yil men 16 yosh bo'laman hali. Va menga o'xshagan 4 ta 5 ta bolani jalb qilishardi terma jamoaga. Aynan tekshirib ko'rishga. Va yo'qsa olishgan yoki biroz keyin chaqirishgan, yana yo'qmasa o'sha haydashgan desam bo'ladi. Mayli. O'sha payt yoqmaganlar orasiga tushib qolganman. Tushib qo'ygansiz. Va shunaqa zo'r bir nima bo'lgan, tarix bo'lgan. 2009-yil o'sha Alisher Pavlovich Kim murabbiyim vafot etdilar. Toqqa chiqib ketayotgan paytlari yuragi ushlab qoldi va deylik skora ham ulgurmagan u yoqqa kelishga, nima qilishga. Va bizni qarovsiz qolib ketdik. Ikki og'ayni, men va Muhammad Begaliyev umuman olganda hammani nazarida, ko'zida Ruslan Nurdinov emas, Muhammad Begaliyev bo'lgan o'sha paytda. Juda ham iqtidorli sportchi, yaxshi ko'raman, hurmat qilaman. Hozirda u sport bilan yiroq, albatta. AQShda yashab kelmoqda hozirda. Lekin sizni o'sha payt aloqa bor, gaplashib albatta. O'sha payt juda ham deylik unga ko'p nazar e'tibor berilgan va Ruslan Nurdinov chetda qolib ketdi deyishim noto'g'ri bo'ladi, chunki baribir terma jamoaga qo'shilganman. Lekin soyasida yuramiz. Soyasida, xuddi shunaqa. Va bizani shef Shahlo Mahmudov, Shahlo Sharipovich o'sha payt ko'p hazil qilamiz, Jafar olmayman degan joyda olib ko'r, yoqmasa haydab yuborasan deganlar. Endi hazil qiliblar. Endi ular ham juda bir oqila va og'ir atletikada anchasini ko'rib qo'ygan inson. Balkim ko'rib bilgandir o'sha payt. Shu bolani olib qo'y deganlar-da. U 2009-yil. 9-yil. Shu bolani olib qo'ysana, oldida yuraversin, agar yoqmasa haydaysan yana degan. O'sha paytda va o'shani deylik istechение обстоятельств deydi-ku. Taqdir taqozosi bilan to'g'ri kelib qolgan, mana sborniga tushishimga. Sborniga tushishingizga. To'g'ri, mehnatni ham qilganman, yaxshi rezultatlar ham bo'lgan. Lekin o'sha boya aytganingizdek soyada bo'lganman va undan oldin haydalganim bevasiga meni olmoqchi bo'lishmagan terma jamoa. Lekin shu treneringiz vafotidan keyin bir qanaqadir sababchi bo'lib siz bizani boshlig'imiz o'sha terma jamoa bosh murabbiyiga aytgan,
qolgan shu bolani ham yaxshi bolaga o'xshayapti. Shu bilan 2009da 9da hali biza biroz endi ikkita musobaqamiz yaqin edi. Ikkita metodika to'qnash kelsa, bola ozgina pastga ketib qolishi mumkin. Biz o'sha ikkita musobaqani o'tkazib olib 2010-yilda boshida qo'liga tushganmiz. O'sha terma jamoa murabbiyini. Lekin ungacha ham qarab yurgan. Prosta biza o'sha vafot etgan murabbiyimizni plani bilan ishlab yurganmiz va o'sha ikkita musobaqalar juda ham qulay, zo'r keldi. 2009-yil o'zimizda Toshkentda Osiyo kubogi bo'ldi. Unda g'olib bo'ldim va 2009-yil dekabr oyida Dubayda Osiyo chempionati bo'ldi. Unda ham g'olib bo'ldim. Ikkalasi ham qo'l keldi. Sherigizchi? Dubayda ikkita vazn toifasida emas, yosh toifasida, ikkita yosh toifasida chempion bo'lib qaytdi. U 16 yoshli bola hali. Yunoshilarni yutdi, o'smirlarni va juniorlarni yutdi. Siz? Men faqat juniorlarni yutdim. Men o'sha 17 yoshda juniorga o'tib bo'lgandim. U ikkita yosh toifasini yutib keldi. Ikkalanglar ham yutib keldinglar. Lekin u ikkita yosh toifasini, o'zini yosh toifasini va o'zidan terma jamoadan ham bolalar qatnashdimi o'shanda? O'sha chempionatda? Ha, umuman katta musobaqa bo'lgan. Terma jamoadan yo'q. Yoshlar terma jamoasi nimalari qatnashgan. Yoshlar terma jamoasi a'zolari qatnashgan. Endi u biz hamma 3 tadan medal olib kelayotgan bo'lsak, u 6 ta medal olib kelyapti-da. Shunaqa. O'shaning evaziga aytaman-ku, ular undan juda katta natijalar kutishgan. Keyingi o'sha 12-yil olimpiadasiga, bo'lmasa 16-yil olimpiadasiga albatta chempion bo'lasan deb maqsad qilib olishgan. Lekin 3 oy o'tar o'tmas biroz o'zgardi. 2010da уже. 10ni o'zida. 10ni o'zida jamoaga tushganinglardan keyin unda o'zgardi. Shunaqa. U biroz qotib qoldi. Men aksini olib ko'tarildim. Raketa ko'tarilganda, samolyot ko'tarilganda ham emas, raketa ko'tarilganda juda tez o'sishni boshladim. O'shandan keyin shu bilan 2 yil keyin shu bilan o'sha trener bilan necha yil bo'ldingiz? 2 yil yana ishladik va London olimpiadasida ishtirok etdik. Afsuski 4-o'rin bilan yakunladik, lekin demak o'sha ham keyingi olimpiada uchun juda katta poydevor bo'ldi. Aynan mental tarafdan, chunki fizik tarafdan boya aytdim-ku, ko'pincha mental tarafdan sinadi deb. Chunki o'zim ham bu narsadan o'tganman. Aynan fizika tarafdan tayyor edim 2012-yil olimpiadasini yutishga. Lekin afsuski mental tarafdan tayyor emas edim ekan va shu payt bizda 6 ta podxod beriladi. 6 marta ko'tarish imkoniyatimiz bor. Ulardan attik 2tasidan foydalanganman. Agar 3tasidan foydalansam, o'sha kamida 2-o'rinman. Tushundim. Agar 4tasidan foydalansam, bemalol 1-o'rinni olib ketsam bo'lardi. Shunaqa nima bo'lgan? Qiyin juda olimpiada bo'lgan o'zim uchun, aynan mental nimadan holatda. U nima uchun 2tadan foydalangansiz? 3ta mumkin emas bo'lganmi? Yo'q, mumkin bo'lgan. Qolgan 4tasini tushirib qo'yganman hammasini. Tushirib qo'ygansiz. Tushirib qo'yganman hammasini. Tushundim. Pamosga chiqqanimda 184 kilo boshlaganmiz. 184 kiloni dast ko'targanman. 188 zakaz berganmiz, ko'tara olmaganman. Undan o'tib 190 zakaz berdik. 190 ni ham ko'taraman. Keyin siltab ko'tarish boshlandi. 220 dan boshladik, 220 ni qildim. 226 chiqishim kerak. 226 bizga o'sha kumush berardi. Даже shu holatda ham. 226 ni qilsam kumush, 226 ni qila olmayman. 3-vazotam chiqib 226 ni qila olmayman. Yo'q. O'shaning evaziga hattoki o'sha kumush medalni ham qo'ldan boy berganmiz. Shunaqa. Juda mashg'ulotlar jarayonida 195-237 qilganman. O'sha paytda. Mana hozir rekordingiz bor. Hali hech kim urmagan. O'sha rekordingizni mashg'ulot jarayonida urganmisiz?
242 qilolmaganman. Yo'q, qilolmagan emas, bormaganman bir marta. Bormagansiz. Yo'q, 240 qilganman eng ko'p trenirovkada. 240. Mashg'ulotda. Demak, eng ko'p og'irlikni odatda chempionatda olishadimi? Yo'q, umuman olgan trenirovkada. O'zi trenirovkada. Mashg'ulotda. Shunaqa. Odatda demak, trenirovkada ko'proq olib turib, chempionatda Endi kamroq bo'lib qoladi, har doim emas. Ko'pincha yaqinlashishga harakat qilamiz, lekin e'tiborlisi biza vazn qaytaramiz. Vazn qaytarganingizda mushak soni ham kamayadi. Shunaqa. O'shaning evaziga biroz qiyinroq aynan mashg'ulot. Mashg'ulotda masalan men hozir 117 kiloman. Bemalol ancha-muncha narsani qilishim mumkin-da. Chunki vesingiz ko'p, mushak ko'p, mushak suvga to'lishgan, travmatikность kamroq, biroz yog' bor. Bilasizki, aynan glikogen tugagandan keyin aynan nimaga hammaga og'ir atletikani yo umuman olganda silovoy bitlarni nima qilaman, tavsiya qilaman. Chunki biza yaxshi bir silovoy trenirovkadan keyin taxminan 1,5 sutkagacha yonishimiz mumkin. То есть bugun trenirovka qilding. To'g'ri, mana chopganingda balkim ko'proq ham yo'qotarsan. Lekin o'sha paytda marrani o'zida yo'qotasan. Silovoyda o'zida yo'qotding, biroz keyinroq yo'qotding. ozgina glikogen yig'ib olding, yana yo'qotding, muskul ishlayapti восстановлениyaga. 1,5 sutkagacha yetib borishi mumkin o'sha yo'qotishlar. Yo'qotish. O'zidan ko'ra ertasi kun qancha yo'qotishing ancha ko'proq bo'ladi asli olganda. O'shaning uchun tendensiya Zapad, то есть g'arbda ko'p odam og'ir atletikaga qaytyapti. Ilgari yaxshi ko'rishgan og'ir atletikani, juda ham 70-yillar, 80-yillar og'ir atletikachilar nimaga borib yurardi? Sirklarda yo katta arenalarda chiqishlar qilardi. Unga odamlar pul to'lagan ekan. To'lagan. Chunki ularda bir nima ko'rishgan? Super звезда ko'rishgan. Bizda ham bor edi-yu, ana ko'taradigan ishlar. Aslini olib qarasangiz ham, masalan, любой sport turi uchun og'ir atletika bu основа. Da, to'g'ri. Bez og'ir atletika, kurash, lyoqqa atletika, hokazo sport turlari kuchi yig'olmaydi. Shunaqa. 5 dan. Shunaqa. O'shaning evaziga og'ir atletika to'g'ri. ko'tarilishi kerak yana. To'g'ri. Ruslan, mana ota-onalar mana bilamiz bir xillari bolalarni majburlaydi. Futbolist qilaman deydi yoki boksyor qilaman deydi. Bolani xohishini, bolani qiziqishini inobatga olmaydi. O'sha narsa qanchalik to'g'ri? Слушайте, hozir u zamon unaqa emas. Nima maqsadda? Birovni yomonlash niyatim yo'q. Ana Olimpiya qo'mitamizda med center bor. Yerda gen test degan narsa bor. Olib boringlar bolalarni qaysi sport turiga moyilligini, mosligini shuna chiqarib beradi. To'g'ri. O'zinglar ham tushunib qolasizlar shu yerda nimaga bolalar kelib turib, "Yo, men futbolist bo'lgim kelmayapti, men yoqmayapti, yo men boksyor, yo men shtangist bo'lgim kelmayapti." Nimagaligini o'zinglar ham tushunib qolasizlar masalan-da. Bu moyilligi mana bunga ekan, muskullari bunaqa ekan, metabolizmi bunaqa ekan, boshqasi ham bunaqa ekan deb bergandan keyin masalan. Demak, eng to'g'ri yo'l bolani sportga berishdan oldin u bolani birinchi qaysi sportda yuqori cho'qqilarga erisha olish moyilligini aniqlash. Endi u ham aniqlash. pullik aka, hozir meni hate qilishmasin. Ya'ni pulli narsaga jo'natyapti bu deb to'xtang. Indikator zo'ri bor-da, bolaga yoqib ketadi. To есть nima degani u? Mos tushadi. Mos tushadi. Olib bordingiz, gimnastikaga olib bordingiz, boksga olib bordingiz, boshqasiga olib bordingiz. Shuni yoqib ketadi bolaga. Agar bilsangiz. 12 hafta tekshiring. 12 hafta tekshiring. 12 haftadan keyin bo'ldi, men bormayman demayaptimi? Marhamat. Bu yerda majburlashda ham vaqti bor ekanda. To'g'ri, biza ota-ona beradigan, birinchi olib boradigan biza shartimiz bor olib borish. Chunki bolamiz sog'lom bo'lishi kerak. Biza shart, biza hammamizga shart olib borish.
без исключения. Хотя бы просто o'zi uchun ozgina sog'lom. Ertaga nechta bola ko'ryapman ko'chada mana bunaqa oyoq bilan. Ichkari kirib qolgan oyoqlari, qiyshiq yuradi. Stopa не развита, umuman valguslari bor. Oyoq uchida yurib qoladi. Har xil. Hattoki o'sha просто o'yin yetmaganidan-da ko'chada ozgina chopib, nima qilib. O'sha narsalarni sport yo'q, bartaraf qiladi. Yoshlikdan berib qo'yinglar, qo'rqmanglar, 5 yoshda ham bersa bo'ladi sport. Men qizim 6 yashar, hozir taekvondoga boradi. Молодец. Kichkina qizim 5 yashar, gimnastikasi bor. Haftasiga 2 marta. Zo'r. Shuni o'zi kifoya hozircha. Men aytmayapman ertaga katta qizim taekvondist, kichkina qizim gimnast bo'ladi. Lekin hozir o'ziga kerak bu narsa. To'g'ri. Suzish bo'ladimi, taekvondo bo'ladimi, karate bo'ladimi, gimnastika bo'ladimi, badiiy gimnastika bo'ladimi? Hozir bunaqa yoshda bular to'g'ri keladi. Necha yoshdan genetikasini tekshirsa bo'ladi? Hozir 5-6 yoshdan mana kimdir bermoqchi. Ayta olmayman, lekin shunaqa yoshdan bo'lishi kerak, 5-6 yoshdan. Bu DNKdan qaraydi, ular. Adashmasam. DNKdan bo'ladigan bo'lsa, demak so'ydan. Ja, DNKdan ham emas, adashmasam, muskul tarkibidan, sustav qanaqa bog'langanidan, nimalaridan hammasidan kelib chiqqan holda ular nima bera oladi. Zo'r, bizda ham agar shunaqa texnologiyalar aniqlab bera oladi. Aniqlab bersa, yaxshi. Zo'r. O'shani evaziga majburlash ham vaqti bor, boya aytganimdek. Olib borishimiz kerak. Lekin ertaga xohlamayapman degan joyiga yana bitta moralni invalid qilishimizga haqqimiz yo'q, masalan. To'g'ri. Ertaga bola ayta olmasa ham ichida o'ylashi mumkin, siz meni hayotimni barbod qildingiz. Ochilmay qo'yishi mumkin, sizga ertaga gaplashmay qo'yishi mumkin. Siz bilan hayron bo'lmang nimaga. Ichida xafa bo'lishi mumkin. Endi o'ylangda, butun ko'p sportchilar ham shunday, kimdir majburlab olib kelishgan, butun umrini sportga tikyapti, sportda ishlasi chiqmayapti, chunki yaxshi ko'rmagan hech qachon ishini. To'g'ri. Skripkachi chamoqchi bo'lib yurgan masalan. Mana hozirgi sizni mana shu sport turingizga aytaylik og'ir atletikaga kirib kelayotgan yoshlar, aytaylik 12 yo 10, 15 yosh bolalar. Balki qaysidir birlari shu bizni podkastimizni ko'rishi mumkin. Aytaylik 20-25 yosh. Hozirgi sizni yo'nalishingizda ketayotgan yoshlarga nima maslahat berasiz? Endi 15 yosh bo'lsa, hali hammasi oldinda. Boss gazini. Eng zo'r payt, eng kayf payt desam bo'ladi. Nimaga? Xato qilishdan qo'rqmaylar u payt. Chunki bu yosh xatoni kechiradi hali. Bu yoshda hali hamma narsa oldinda. Hamma narsani yangidan boshlashingiz mumkin, qilib ko'rishingiz mumkin. Главное, o'zingizni xatoyingizni qo'rqmanglar. Umuman qo'rqmanglar. Yaratinglar. Вот в чем прикол. Nimaga xato qilinglar? Aynan yaratish uchun. Yaratayotgan joylarda xato bo'ladi baribir ham. Ko'p odam o'ylaydiki, o'sha hamma velosipedni o'sha topib olishgan. Yo'q. Velosipedga yana pedal qo'ysa bo'ladi. Haligacha takomillashyapti. Shesteryonka takomillashtirsa bo'ladi. Yaratinglar. 20-25 gacha. Mana 20-25 sizlarga o'sha kech yaratishga. Shunday ham harakat qilib ko'rsa bo'ladi, lekin sizlarda o'sha ishinglar agar 25 yoshgacha og'ir atletikada yo sportda qoldinglar, umuman любой sport turida. Ishinglar 5 sizlarni. Sizlar 1000 tadan bittasizlar. Bunaqa sizlar bilan eslanglar. Nechta odam boshlagan sizlar bilan eslanglar. Nechtasi o'tib ketdi oldinglardan eslanglar. Hammasini eslanglar. Men aniq bilaman bu narsalarni. O'zim boshimdan o'tgan narsa. Hozir nechtasi qoldi oldinglarda? Yoki bittasi ham qolmadimi? Oldinglarda yangi bolalar hammasi. 25-30 marrasilarda o'sha. 25-30.
faqat o'sha marrani Ha, hech kimga berib qo'ymaslikka va bosishga harakat qilinglar. Hali 15 yashar bolalarga erta sizlarga zuhmani o'tkazishga. O'shaning uchun zuhmni hali sizlar o'tkazasizlar. 20-25 ga bu. 20-25 20-25 ga. 25-30 o'ylanib ko'ringlar. Hali bormi? To'g'ri. Hali kerakmi? Kerakmi? Уже pora. O'rtoqjon uylan. Ukajon. Nima kerak? Genofond kerak. Agar aytyapman-ku 25 yoshda sportchi agar hali ham sport bilan shug'ullanayotgan bo'lsa, demak marra uniki. Demak u elitada, topda. Demak topda. Ko'pincha bunaqa paytga eng chidamlilar, eng kuchlilar, eng zo'rlar yetib keladi. Va bunaqa insonlardan albatta qo'pol qilib aytaman, nasl olishimiz kerak. Chunki ular genofond. Shunaqa. Biza deylik, mana o'shalarning nimasida bo'lsa. Endi menda o'sha bolalarim bor. Allohga shukr. Deylar. O'shaning uchun bu tarafni ham o'ylab ko'ringlar. To'g'ri, to'g'ri. Sport sog'liq uchun qoladi har doim oldinglarda. Demak, bilasizmi? Demak, sportchiga to'g'ri insonga uylanish ham juda muhim narsa ekanda. Meni ayolim sportchi o'zlari ham. Va ko'p joyda masalan o'sha bir xil sportmi yo boshqa sport? Yo'q, boshqa sport turidan, lekin umuman olganda sportchini nega tushunadi? Chunki ular ham bir xil ahvolda bo'lgan, qaysi ma'noda. Ularda ham o'quv yig'in mashg'ulotlar, ular ham chet elga chiqib keladi, boshqa qiladi, bo'lgan shunaqa narsalar. Va menda hozir shu ahvol bo'lganini evaziga tushunadi. Nega unaqa bo'lyapti? Chunki o'zlarining boshidan o'tgan bu narsa. Lekin oddiy odam deylik sportga yaqin bo'lmagan inson tushunmasdi hozir. Постоянно o'tib yurasiz, buni qilasiz. Shunaqa bo'lardi, baribir. Bo'lardi, baribir. To'g'ri. Menga juda повезло. Juda omadim keldi bu taraflama, Allohga shukr. Shuning uchun xotinjon sizdan ming marta roziman. Katta rahmat. Baxtli bo'linglar. O'rtoqlar, juda bir shu paytgacha hali podkastimizda olimpiyskiy chempion bilan hali podkast qilmaganman. Birinchi marta Ruslan juda bir o'zi siz haqingizda surishtirganimda va videolaringizni ko'rganimda sizdagi men eng birinchi sezgan narsam bu kamtarlik. Haqiqatan mana hozir guvohi bo'ldim. Kamtar inson ekansiz. Mana adashmasam siz tatar millatiga mansubsiz. Tatar og'amiz bo'lsangiz ham o'zbek tilini o'zbeklardek gaplashar ekansiz. Sizga katta rahmat. Bu O'zbekiston ko'p millatli davlat va o'zbek tili odatda bizni hammamizni birlashtiradi. Sizni jamiyatimizga, xalqimizga, davlatimizga qilgan mehnatlaringiz uchun, qanchadan qancha yoshlarni motivatsiya qilganingiz uchun sizga minnatdorchiligimni bildiraman. Sizga o'xshagan tarixda, O'zbekiston tarixida o'z hissasini qo'shadigan yoshlarimiz ko'payursin va sizga o'xshagan atletlarimizni davlatimiz undan ham yaxshiroq, hozir ham juda yaxshi mana qo'llab-quvvatlashayotgan ekan. Bundan ham yaxshiroq qo'llab-quvvatlash imkoniyatlari yaratilsin davlatimizda. Amin. Siz kelganingiz uchun rahmat. Juda maroqli, juda bir qiziq temalarni ochdik. Xudo xolasa kelajakda yana ko'rishamiz, aka-ukachilik qilamiz, do'stlik qilamiz degan umiddaman. Agar o'zbek xalqiga bir sportda yo bir boshqa bir temada bir tilaklaringiz bo'lsa, iltimos o'sha tilaklaringizni aytsangiz. Umuman olganda har doim sog'liq tilayman. Sportchi zotga boshqa hech narsa kerak emas deb bilaman. Chunki vaqt o'tib, umr o'tib tushunib qolasizkan, sog'lig'ingiz bo'lmay qolsa, hech narsa tatimi ham qoladi ekan, hech narsa yordam ham bermay qoladi. To'g'ri. Ming pul ishla, ming do'st orttir, ming boshqa hammasi kerak.
yo'q demayman, lekin hech narsa tatmay qoladi. To'ppa to'g'ri. Va sog'lig'ingiz bo'lsa, naborat, aksi. To'ppa to'g'ri. Do'stlaringiz ham juda yaxshi, to'g'ri. kunligi nimasi, To'ppa to'g'ri. pulingiz ham boshqacha ishlatiladi, hammasi. Hammasi totiydi. Shunaqa. To'g'ri. Shuning uchun barchangiz sog' salomat bo'lingiz. Har doim sog' salomat bo'lib yurish uchun esa aynan sport bilan shug'ullanish kerak. Demak, marhamat. Sportga bilan kelingizlar. shug'ullaning, Sog' bo'lingizlar. Hammaga rahmat. Bizani kuzatganlar uchun katta rahmat. Like bosganlarga ham rahmat. Millatimiz sog' bo'lsin, omon bo'lsin va sport bilan har doim shug'ullanib o'sha sog'liqqa olib kelsin. Ruslan, sizga rahmat. Sog' Yaxshi bo'linglar. kunlarda ko'rishaylik. Rahmat. Sizlarga ham hammaga rahmat. Sog' bo'linglar.